Jali badroq, jali badroq. Menga qarang, uka, mana. Bodroqdan oling. Bolalar xursand bo'ladi. Oling, olib keting uyingizga. Oling. Shoshmang. Ha? Qulto'raga sizmi? Ha? Men o'sha Qulto'ra. Nima? Siz meni taniysizmi? Aka, axir sizni tanimagan odam bormi? Sevgi, muhabbat, 1001 kecha yoxud ayol makri degan ko'rsatuvingiz bor edi. Nega chiqmay qo'ydingiz? So'rama uka. O'sha kuni birinchi ish kunim edi. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Men haligi ishga yangi kelgan xodimman. Xudo xolasa ishni bugundan boshlash arafasidaman. Bu sizni shoir deb eshitdik. Kim biladi endi. O'zi borib Yangi g'oyalarda bormiz. O g'oyalar bizda serob, lekin bilasizmi, Kamoljon, bu g'oyalar ayqash, chuyqash, xullas kasha. Ammo bu g'oyalarni osmonda yurganni dumidan tortib qo'yib qo'ysak, yerda kirib ketayotganni qulog'idan ushlab qo'yib qo'ysangiz, voy ikkalovi bir-biri bilan tepishib, chatishib bir g'oyalar bo'ladi. Endi menga qarang Qulto'ravoy. Endi gap bunday. Ish yoqmasga it tegmas degan. Siz boshlang. Boshlang. Bu yoqni men o'zim qalpoq qo'raman. Multimedia super koridor. Bormisiz Kamoljon? Rahmat sizga, rahmat. Endi qarang, yangi g'oya. 1001 kecha yoxud ayollar makri. Zamonaviy ko'rinishda kuygan qalblar to'g'risida muhabbat darsi. Ajoyib. To'g'ri. Buni darhol dasturga kiritib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Sizga bitta tasvirchini biriktirib beraman. Hoziroq ishga kirishing. Mingdan ming rahmat Kamoljon. Rahmat. Qalaysan? Yaxshimisan? Sog'lik yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Yomon emas. Menga qara, Erkin. Bir televizorga chiqmaysanmi? Televizorga? Chiqasanmi? Chiqaman. Kamera tayyormi? Tayyorman. Boshladik. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. 1001 kecha yoxud ayollar makri degan ko'rsatuvimiz boshlandi. Ko'rsatuvimizning birinchi ishtirokchisi Erkinboy bo'ladi. Ko'ryapsanmi? Boshlandi. Erkinboy, senga birinchi savol. Umringda biror marta birorta qizni sevganmisan? Sevganman. Sevganman. Juda qattiq sevganman. Bu rostdan olyaptimi? Olyapti. Gapiraver. Yaqinroq. Bir kuni xiyobonda bir qizni o'rab turuvdim. Bir payt akasi kelib qolsa bo'ladi. Bo'ladi. Shu nomard qornimga pichoq urib oldi-da. Shifoxonada o'zimga kelsam, hamma yog'im jiqqa qon. Chandiqib qolgan. Ko'rsataymi? Ko'rsatay. Xullas shu o'zingga kelding. O'zimga kelsam, boshimda yana akasi turibdi. Yana singlimga gap otasanmi dedi. Tag'in ushlar. Ha dedim. Qaytmadim. Ha dedim. Boshimga yana mush tushirdi. O'zi ham, mushi ham gurzuda ekanda. Yana gap otasanmi dedi. Qaytmadim.
Ha dedim. Ha dedim. Yana mush tushirdi. Hushimdan ketibman. 15 kun o'tib o'zimga kelsam, nomard singlisini erga berib olib, gap so'z ko'paymasin degan. Shunaqa bo'lganda bo'lib beradi. Shunaqa bo'lgan. Hay battoley. Aziz teletomoshabin do'stlar, ming kecha yoxud ayollar makri ko'rsatuvi davom etadi. Zamondoshlarimiz orasida muhabbat uchun jonni qurbon qiladigan, mana bu Erkinjonga o'xshaydigan qahramonlarimiz ozmi? Assalomu alaykum. Singiljon Harmang. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Sizda suratga olyapti. Maylimi? Meni ya? To'xtab turing. Safar bo'yanib, televizorga chiqsam, o'zimga qarab olib. Yana dugonalarim ko'rib, puni chiqibsa deb qolishmasin hozir. Hozir. Aha. Faqat tezroq qoling. Mayli. Menga qarang. Mana bu xiyobonda barcha yoshlar bir-biri bilan qo'nishlashib, qo'ltiqlashib, jut bo'lib yurgan bir paytda siz yolg'izsiz. Voy. Aka, hech bunaqa emas. Men hozir yigitni kutib o'tiribman. Kelib qolishlari kerak. Ungacha maytda o'tirib, bir ikkita xuddi yeb olay dedim, qornimni to'xlab. Ya mayli. Singiljon, ilohim yigitingiz kelsin, gaplashingizlar. Umuman hali yigitingiz kelmasidan oldin nimaga siz qorningizni to'xtab olishingiz kerak? Shunga tushunmayman. Yo'q, men tushunmayman. Voy, aka, ham shuni ham bilmaysizmi? Voy, juda qiziq savollaringiz bor ekan. Bu qiz bilan yigit uchrashuvga chiqadi. Ular biror joyga borib o'tirishadi. Yigit ovqatni buyurishadi. Keyin yigit qizga oling deydi. Qiz yo'q, yemayman deydi. Qornim to'q deydi. O'zi aslida-chi qorni rosa och bo'ladi. O'shanga men ham shunaqa o'tirmayin deb o'tirib kelishlaridan oldin qornim to'xlab olay dedi. Ayollar makri haqida nima deya olasiz? Ayollar hiylasi haqida demoqchimisiz? Ha, o'sha. Ha, aka, bu bir kunda 88 marta bo'ladigan narsa-yu. Ha, bu sal boshingizda o'tgan bir ikkitasini aytib bersangiz. Voy. Aka, bu esimga sovordingiz bir voqeani. Voy, xullas bir kuni sal mazam qochib shifoxonaga yotib qoldim. Keyin bir vaqtni o'ziga ikkita yigitim ko'rgani kelib qolsa deb oynadan qarasam, ikkalovsini ham qo'lida, xaltalarda to'la narsada ko'rgani kelishibdi. Keyin jo'natib yuborishimni bilmayman. Yo, ikkalasini ham birdaniga kirgiza olmayman ichkariga. Voy, o'zingiz yog'ini bilsangiz kerak nima bo'lishini, voy. Xo'sh, keyinchi. Uzr. Keyin esimga tushib ketdi aka, voy. Xullas ko'zim kuyib anu narsalarni ko'rib, makrim ishga soldim deb bittasini shifoxonani oldi eshigida kirgizmadim. Shunday narsalarni oldim deb, yaxshi boray deb jo'natib yubordim aka. Ha, ikkinchi eshik, orqa eshikka o'tdim-da, voy uzr. Sal mazam qochib qoldi hozir. Ukol olib sizga chiqyapman-da, uzr dedim-da, uni ham narsalarni olib jo'natib yubordim. Menga shunaqa bo'lgan. Ana ko'rdingizmi? Bu ham bir ayollarning aklida.
Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sog'liklar yaxshimi? Bolalar yaxshimi yashamasa? Mana bu kameraga qaraysiz, demak ko'rsatuv ketyapti. Ming bir kecha yoxud ayollar makri degan ko'rsatuvimiz sevgi muhabbat haqida. Albatta tomoshabinlar juda ham qiziqib ko'radigan, ha. Ammo bab mavzuda menga qarang, umuman sevgi muhabbat haqida nima deyasiz? Umuman uylanganingizda hiyla makr deganday nimalar bo'lgan sizlarda? Albatta sevgi bo'lgan. Makr muhabbat deganday. Bo'lgan. Yo'q, mana shu joyini kesib tashlaysiz-da uka, to'g'rimi? Bo'ptimi? Bilasizmi? Xizmatga ketishdan oldin Fatima degan qiz bilan raza davroni surganmizda. O'zi hamchi ketib borgan qiz edi-da. Mana shunday narsa edi. Lekin bunday anaqa nojo'ya ishlar bo'lmagan uka. Mana hozir yoshlarni qarang. Mana parkdan hozir o'tib kelyapman. Qarashga uyalasan-da uka. Ko'rsatuvni Axloqdan chiqmaganmiz. Makr makr hiyla. Bo'lgan dedim-ku. Xizmatdan xizmatdan kesam. Zuhra undan ham ochilib ketdi-da. Ish unga ketdi. Baqda uni otdim-da, Zuhraga uylandim. Hozir mana bola chaqalimiz, hammasi joyida. Noliydigan narsa yo'q uka. Hayotdan nolimayman, zo'r uka. Rahmat aka. Avvalambor barcha gaplarni ochiq oydin, na xotindan, na bojadan qo'rqmasin aytgani uchun sizga ko'rsatuvimiz nomidan sizga minnatdorchilikni bildirib qolamiz. Xullas, o'sha kuni ko'rsatuv na montaj bo'lgan, na tahrir bo'lgan, to'g'ridan to'g'ri efirga ketgan. Ertasiga kuni birinchi ko'rsatuv chiqqandan terim ichimga sig'may shod bo'lib chiqar ekanman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nega yig'layapsiz? Ana ko'rsatuvingizda bekor chiqqan ekanman. Nega unaqa deysiz? Dadam yuradigan yigitlaring shunaqa qarashi yotibdimi deb rosa so'kdi meni, rosa so'kdi. Tinchlik yo'q edi necha kundan beri. Endi uyimizga sovchilar kelishmasmish. Endi ersiz o'tib ketar ekanman bir umr. Unchalik emas endi yo'q. Axir ko'rsatuv chiqdi, hammaga yoqdi o'sha ko'rsatuv, tabriklayapti. Yig'lamanglar endi. To'xtang, anaqa men oldingizga kelganim. Iltimos dadamga bir og'iz telefon qilib shu ko'rsatuvimda qizingiz rol o'ynagan edi. Hammasi edi, rol edi deb bir og'iz hammasini batafsil tushuntirib, bo'lmasa dadam menichi uydan haydab yuboradilar. Yo'q, bo'ldi, menga qarang, singlim bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, singlim, aytaman, dadangizga aytaman, o'sha oshqovoq dadangizga o'zim tushuntirib qo'yaman. Axir bu ko'rsatuvga hammaga yoqqan ko'rsatuv. Singlim, jon singlim, yig'lamang, axir bu mening ko'rsatuvim. Muhabbat haqida-ku. Voy, sizlar reklama qiling televizorga. Hali shunaqangi sovchilar kelsin. To'ylaringizda o'zim bosh bo'laman, singiljon. Bora qol. Aytasiz-a? Aytaman. Bora. Shu senmi? Kecha ko'rsatuvga chiqdingiz siz. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nimaga efirga berding? Ha? Nimaga efirga berding, ha? Bilasanmi? Boja menga nima dedi? Bo'lgan. Yo'q, mana shu joyini kesib tashlaysiz-da uka, to'g'rimi? Bo'ptimi? Boja? Gap yo'q. Bilasizmi? Xizmatga ketishdan oldin Fatima degan qiz bilan raza davroni surganmizda. O'zi hamchi ketib borgan qiz edi-da. Xizmatdan kesam. Zuhra undan ham ochilib ketibdi-da. Ish unga ketdi. Baqda uni otdim-da, Zuhraga uylandim. Hozir mana bola chaqalimiz, hammasi joyida. Noliydigan narsa yo'q uka. Hayotdan nolimayman, zo'r uka. Boja. Qayerdasan? Alo, boja, bormisan? Tez uyga yetib kelgin. Bo'ldi, hozir yetib boraman. Assalomu alaykum, boja.
boja, tinchlikmi, nima gap? Tinchlik emas. Ey, Ha? ey, Meni xotinim bilan aysh ishrat qilib, keyin menga uzatgan ekansanlar-da, ha? bo'lmagan gap bu, to'xmat bu, kim aytdi? Mana televizorda ko'rdim, shlepa bilan, ha? Televizorda? Ha. Meni sharmanda qilding. Shlyapa? Ha. Qo'y padaringni, men hali uni onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsataman. Nima qilsang o'zing bilasan. Lekin bor, Fatimani olib ket. Bolalarni olib ket. O'zingni Ket uyimdan. Yo'qol. nimalar deyapsan, ey? Ket. Abla, men hali uni ko'rsatib qo'yaman hali unga. Fatimani uyingga olib ket deyapti. Bilasanmi? Uni sevmaydi, bola-chaqani ham hammasini olib ket deydi. Xotinim Zuhrachi. Yoqqandan olyapti, bilasanmi? Nima deydi degin? Nima deydi degin? Voy, men sizga ishongandim. Siz nomard ekansiz deyapti. Ringga la'nat. Ishlayapman ham. Mana. Mana. Hali javob berasan. Hali javob berasan. Javob berasan. Men seni qo'ymayman. Bilib qo'y. Qo'limga tushsang o'ldiraman. Voy, hech bo'lmasa shlyapamdan baylamaysanmi? Ya, xotiningdan ham o'rgildim. Boshingdan ham o'rgildim. Muhabbat, senga o'yinchoqmi? Faqatgina sadoqat va vafoli qat'iyati borlargina baxt topadi muhabbatda. Ey, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Menga qarab ko'rsatuvni ko'rdingmi o'zing? Qanaqa ko'rsatuv? 3 kundan beri uchastkoi xonasiga qatnayman. Bir oyog'im uyda, bir oyog'im uchastkoi xonasida bo'lib qoldi. Voy, uchastkoi nimaga chaqiradi seni? Shandig'ingni qayerda orttirgansan? Kim pichoqlagan, qayerda bo'lgan deb yeb qo'ydim yana. Odamsiz o'zi, ha? Odamsiz. To'g'ri qiladi. Nimaga chandig'ini ko'rsatasan bo'lmasa ko'rsatuvda, ha? O'sha chandig'ing kimga kerak o'zingdan boshqaga? Ay, chandig. Bilmasam. Ay, chandig'im desa. Bir joyga qatnayman. Odam masakansiz. Bor jo'nay, Odam masakansiz. o'rgildim hammangdan. Dot deysan, voy deysan. Hay, muhabbat ham muhabbat. Yo qon, yo jon. Ha? Ming bir kecha yoxud ayollar makri. Mening ko'rsatuvim. Meniki. Xullas, mana shunaqa gaplar ukajon. Bu ko'rsatuv deb muharrirga berishganmish. Muharrir meni ushdi. Menga qara. O'sha muharrir asnoginda o ergashganib aytganday derevnek. Shunaqa gaplar deng aka. Ha, mayli siqilmang. Bo'pti aka, bozoringizni bersin. Men shuncha gapga sotib bodirolmayman. Menga qarang. Bodiroq olmaysizmi? Bolalarga xursand qoladi. Oling, olib keting. Yo, rahmat aka, rahmat aka. Uylanmaganman. Hali bo'ydoqman aka. Yo, rahmat. Xo'p. Nima? Hali uylanmagan bo'ydoqsan? Lali, bo'ydoq? Lali Badro!